13 Pro Max bering. 14 Pro Max bering. 15 Pro Max bering natural titan rangida. 16 Pro Max bering 512 tali deset rangida. Uka 17 Pro Max bering orange rangida. Aka undan ko'ra ustingizga kiyimingizni alishtirsangiz bo'lmaydimi? iPhone'da har sezon yangilasangiz ham ustingizga kiyimda yangilamaysiz. Har yangi model chiqqandan keyin bir xil kiyimda kelasiz. Archamiz nima bo'ladi? Aka musullar bormi? Yig'ishtirib olib chiqib ketadi bo'lsa tashab qo'yasiz. Bor aka mana. Aka keyin bu Samsung musor ham bor edi. Aslan olib chiqib ketdim. Uka bir minut men musurdan olib chiqib ketay. Bunday musur bor ekan. Da. Aka haqiqiy musor tashadingizmi? Sizdan 1 million 700 ming bo'ldi. Qog'ozni nechta olyapsizlar? 1 million 260 ming. Bunda kristallik qimmat bo'lsa kerak. Bola Asaka Store'da ishlasanglar, oyligilardan 15 milliondan qilib beraman. Bo'ldi aka, ertadan soat 7:00 kirib to'shayim bilan kelaman. Bitta gurba to'shay bor. Buncha gurba to'shayga olibsiz. Yo'q, yaxshimisiz? Tuzingsiz? Kecha 100 dollarga naushnik oldim. Umuman ishlamayapti bu naushnik. Kecha qimmatroq naushnik olish kerak edi. Ko'raychi. O'tga tushgan gul barigidek yonar tanim hasratlarim Birinchi aka. Yo'q. Ishlayapti-ku. Vallahi aka sog' bo'ling. Rahmat aka. Assalomu alaykum aka, men shu telefonimni stiklosini yangilab bering. Vallahi aka yangilab beraman. Ana aka telefoningiz tayyor. Aka, men ikki telefonimga degandim-ku, Samsunggachi. Aka, hazırlashyapsizmi? Samsung telefonmi? Ishqilib aka haydab bormasin-da. O'zi telefonim Redmi edi. Sekin o'zim bilib chiqib ketaveray. Samsung telefonmi? Turatulloh, iPhone ishlatarmisiz? iPhone ishlatami? Sizlarda bunaqa funksiyasi bormi? Bizga unaqa funksiyaning keragi yo'q-ku. Bizga o'zlari telefon qilishadi. iPhone'da kreditini to'lab qo'yib telefon qilishadimi? Shuni hal qilolmayotganlar xalqi bering deb telefon qilishadi. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? 17 Max orange ranglardan bormi aka? Hop, aka bilmayman. Aka o'zim qaytarib olaman, hozir ish bilan edim. Aka pul tushib qoldi. Aka iPhone'chilar 100 dollarga egilmaydi. Lekin bir pachka bo'lsa egilib qo'yamiz. Bir pachka normalniy summada birar. Aka, bir pachka normalniy odamlarni ham egiltirib yuboradi. Uka yaxshimisiz? Asaka Store telefon ekani shumi? Ko'rmaysizmi aka, eshitay katta qilib Asaka Store deb yozib qo'ying. Aka ko'rmisiz? Hechqisi yo'q uka, 17 ga chiqib bor. Ha bor aka, ana yoningizda turibdi-yu. Uka chichivarji ko'rmanu. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Orqangizda chexollarni hech bo'lagan aka? Asa aka shundanmi? Ha, aka shundan. Ura 250 mi aka? 250 mi? Qimmat ekan aka, keyin safar olaman. Aka telefoningiz qolib ketyapti. Ay, bala zabalu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Sizlarda iPhone bormi? Bor aka, necha model kerak? 17 Max kecha oldim, ishlamay qoldi. Bir kunga yetyapti. Qani aka ko'raychi. Og'layapsiz hozir. Zaryadga qo'yapman aka. Zaryadga qo'ysa bo'ladimi?
İyi aka buni aka qo'yib ishlatiladi. Uka buni zarar qilib ishlatsa bo'ladi. Ha? Dariki qo'yib ishlatiladi aka. Men o'yladimki, har bitta modelni bir martada ishlatsa bo'ladi deb o'ylagan ekan. Bo'lmasa modelni hammasini zarar qilavering. Yo'qormen. Assalomu alaykum keling aka. Chexol nechi pul ekan? 99 mingdan aka bu. Aka, boshdan qopda hozir olib kirib beraman. Bo'ldi. Yo'qormen. Menga ham shu chexoldan bitta bering. 99 mingdan aka. Bering so'rayman. Aka lekin yedirib ketsa keling turish yoqmadi. Chiqadi lekin aka. Mana aka telefoningiz. Mana 200. Ya aka bu yerda ko'p nimaga? Akamga hamda. Kim chiqibdi-ku? Aka mana telefoningiz sizdan $250 bo'ldi. Mana aka $300 shuni olib qoling. Yana $50 bo'lsa bersangiz $100 qilib qaytarasiz. $50? Yana o'zimaga $50 beraman. Chunki qaytgani $50 yo'q edi. Yana $50 bersangiz sizga to'liq qilib $100 qaytarasiz. Yosh bola qilyapsizmi hozir? Shefingizni chaqiring, shefingiz bilan gaplashamiz. Aka qarang, $300 berdingiz. Yana $50 bersangiz to'liq $100 qilib qaytaramiz. Hozir bitta AirPods'lar $100 shunda? Aka AirPods'larni ham oling. Telefonni ham oling. Pulingizni ham oling. Asaka Astor do'konidan sizga sovg'a. Hormang uka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling aka. Ukajon menga zo'r telefon qilib bering. Bo'ldi aka, qanaqa telefon? Asaka Astorda hamma modellaridan bor. Uka, menga modelni qizig'i yo'q. Shu qo'limdan tushganda ekran bilan emas, orqa bilan tushadigan telefon kerak menga. Aka, hazillashasiz, bunaqa telefonda o'zi yo'q. Shuncha telefonning ichida yo'qmi? Aka, balkim ekran tarafi bilan tushishi mumkin, balkim orqa tarafi bilan tushishi mumkin. Uni biz bilmaymiz. Meni oshnam 2 yildan bitta telefon ishlatadi. Qo'ldan tushib ketadi, ekran bilan emas, orqa bilan tushadi. Nimaga sizlarda yo'q? Aka, hazillashasiz, bunaqa telefon yo'q. Nimaga oshnamda bor? Bo'ldi aka, siz tushundim. Asaka Astor bu muammoni hal qilib beradi. Mana aka, siz so'ragan telefon endi qachonki qo'lingizdan tushib ketsa, faqat orqasi bilan tushadi. Assalomu alaykum aka. 11 Pro lar nechi pul ekan? Va alaykum assalom. $280 aka. Bo'ldi aka, unaqada bitta o'rab bering. Mana aka, so'ragan telefoningiz. Uka, mayli, shu telefonni pulini men to'lab olsam. Endi nima uchun aka? Shart emas. Ijolat to'may uka. Aka, bundan olib qolasiz. Ukajon, odamdan yaxshilik qiladi. Biz ham o'zingizdan keyingi odamga to'lab olasiz. Bo'ldi aka. Assalomu alaykum aka, menga bitta 16 Pro Max berib yuboring. Aka, iPhone 6 lar nechi pul ekan? $1300 uka. Aka, meni $1200 bor. $1200 bo'laveradimi? Mayli, bering. Mana aka. Aka, katta rahmat. Sog' bo'ling. Mana aka, telefoningiz tayyor bo'ldi. Sizdan $200 oldi. 1 yillik garantiyasi bor. Bo'ldi, gap yo'q uka. Mana uka, rahmat. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Deb turing. Rahmat. Bitta emasmidi bu? Keling aka, assalomu alaykum. Asmimiz Asaka Astorga xush kelibsiz aka. Bizda Android modellardan iPhone telefonlarigacha bor. Qanaqa model beray aka? Menga 16 Pro bering. Mayli. Bo'ldi aka, qilib beramiz. Mana aka, so'ragan telefoningiz iPhone 6 Pro. Ukajon, rahmat. Aka, yaxshi kun ishlating. Ukalar, qalaysanlar, yaxshimisanlar? Mana shu limonni bitta qo'lda olib bersang. Bitta barmoq, mana shu iPhone chellar. Ichmasdan, to'ymasdan. iPhone 6 Pro. Ha? Serios. Suvni ichmash kerak. Bitta barmoq. Bizga xabaringiz bormi deyman aka? Men qo'lim sig'mayapti. Mana Pro deb o'qim. Bizga telefon tayyor bo'ldi. Mana akajon, tayyor. Tamam, ketdi. Hop.
Shunaqa ham qat'iydimi bu telefon? Hozir qayerdan topaman endi telefon? To'xtanglar, hozir menda tanishim bor, birashgan bor. Asaka Storiesga telefon qilaman. Eng zo'r do'kon rashlari. Mana bor ekan 12 nomeri. Tim bo'ldi, dastavkasi ham bor ekan. Kechasi ham ishlasa kerak men uchun. Assalomu alaykum. Asaka Storiesda. Va alaykum assalom uka, yaxshimisiz? Menga xullas oxirgi model iPhone kerak. Pulni qiziqing. Bo'ldi aka, men sizni tushundim. Bitta 17 chiqaraveramiz. Xullas uka, men sizga lokatsiyani tashlab beraman. Faqat tezroq olib bering, xo'p? Sog' bo'ling. Qudratilla bitta 17 o'yin dastavkaga. Mana ketay. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat aka. Asaka Store telefon magazindan telefon zakaz qilgan ekansiz. Asaka xizmatimiz sizlarga uchun rahmat. Hurmatli mijoz. Sizga qanaqa telefon kerak? Kommentda yozib qoling.